Hürmetli vatandaş, leksiyalarımız tügüdü. Enlikte vaziyet ve muhakeme. Bugün çislak 2022 yıl 5. ayının 22. günü vatandaşım. 23. günü dedik ana Amerika vazıdazı Prezident Joe Biden Kore'den Japonya'ya Tokyo'ya gidip geldi. Acayip yaş karar ama vaktini. 23. günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin Ali Komisarı yaki Ali Valisi Guangzhou'ya düşüdü, Ürümçi'ye bardı. Tövbe kıldım deyim ben bunda vaktini seriştirişki üzemci tövbe kıldım deyim vatandaşı tövbe. Tövbe kıldım deyim hatalaşkanlığım emez o. Tövbe bu nimi iş degen noktayı nezerdeki tövbe. Maşanrı efendi vaktinin kıslığı, tehirsizliği yani ciddiliği menedaş. Bu vakit sizge hem ciddi. Biz Uygurlarga hem ciddi. Halkara cemiyetke hem şundak ciddi. Çünkü birinçiden halkara cemiyet için aytqanda vakit yetip geldi. Uygur üçün aytqanda bu 6 yıl 7 yıldan beri jaza lageri bilen Uygur'nın derdi Uygur'nun hayatı hal kumga yetti. Siz üçün Maşanrı efendi siz üçün aytqanda müstabbil tizimnin çeki yok. Dediniz Rusya, Xitay o'rtasida muayyen çek yok. Bunda ittifaqdaşlık degendek hazır siz üçün aytqanda müstabbil tizimnin çeki yok. Biroq şunu bilin ki Maşanrı efendi del başka mesele emas. Soykırım, qirg'in, genocide degan xalqaro til bilan aytqanda Jungo'nun müstabbil tizimlik hakimiyeti yoki Jungo müstabbil tizimlik hakimiyetning mustamlik sistemisi. Tibet'e qarıtılgan, Uyg'uristonga qarıtılgan, Ichki Mo'ngolga qarıtılgan, bugungi kunda hatta Shanganga qarıtılgan, Tayvan'ga qarıtılgan mustamlik sistema, mustamlikchilik sistemisi yemirildi. Qachon? 5. ayning 5. günü. Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Mahkemesi Tayvan Jungo Amerika münasebetlerinde Tayvan müstakillik jakarlısı qo'llamaymiz degan iborani Devlet Mahkemesining torbetidan chiqarib tashladi. Tayvan azaldan tortib Jungo'ning bir qismi edi degan bu iborani Amerika Qo'shma Shtatları e'tirof qilmaydi, o'chirib tashladi. 5. ayının 5. gün. Endi 5. ayının 20. günü kelgende 15 günden keyin Maşanrı efendi yani şu Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet Mahkemesining bayonotchisi Ned Price nima dedi? Bir Jungo prinsipi nima? Amerika Qo'shma Shtatlarının ta'kidlayotgan bir Jungo siyosati nima? İki hukum tüptüm bir-biriga o'xshamaydigan hukum. İki siyaset tüptüm bir-biriga o'xshamaydigan siyosatdir. Biz Jungo bilan bo'lgan munosabat keyingi 20 yil yoki keyingi 40 yil din aytganda biz Jungo hukumatiga shundoq dedik. Biz Jungo hukumatining bir Jungo prinsipiga qarab qo'ydik. Yoki astreten aytganda kulib qo'ydik. Yani bu degan so'zlarning hammasi nima? Siyosat. Vaqt yetib kelmaguncha siyosat. Jungo hukumati shuning xo'sh bo'lib, shuning emas bo'lib keldi. Masalan, sobiq prezident Obama davrida Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligining amaldori, davlat bexatarligi amaldori Ivan Madras qayta. U vaqtida Jungo o'tirib qo'ygan masala nima? Amerika bilan Jungo birlashib Tinch okeanda mavjud bo'lib turish. Amerika bilan Jungo birlashib dunyoga rahbarlik qilish. Va akiza o'tirib qo'ygan tashabbuslar Jungo tarafdan. Hammani bekor qilib, hammani rad qilib Ivan Madras tarayın xarakterlik, yani birisi bor. Jonijon manfaatimizni Amerika taraf qilish. Mushti talablar haddidan ziyoda eshib ketganda shu vaqt Ivan Madras nima degan edi? Janoblar,
Biz sizlerning, mesela Tibet'dek, Şinjan Uyghur Abdunum rayonidek, Ishki Mo'ng'uldek rayonlarga hukmronlik qilayotganligingizni hurmat qilamiz. Lekin e'tirof qilmaymiz. Gördünüz mü vatandaş, bu Amerika Demokratlar Partisi siyasetindeki izchillik. Tünügen Obama devrinde İvan Medres şunu dedi. Bugün Prezident Joe Biden devrinde Jack Sullivan neme dedi? İtiraf kılmayımız. Senin teşebbüsün birinci prensipini itiraf kılmayımız. Tanımayımız. Bizim defterimizde bundak, bizim logadimizde bundak, atalığı bundak hukum yok. Tügül. Şunun bilen sizler dikkat kılınlar. Arada biz taze sizlerge sözlep bilemedik. Mesela 18. gün hazır dedik. Bugünkü növbette Prezident Joe Biden Bexatarlik Komiteti, Devlet Bexatarligi Komiteti'nin azaları qatar, yani Şarkı Canubu Asya ve Asya işlerine mesul emelleri Kurt Campbell neme dedi? Dikkate Maşıgri Efendi size mi dikkatmiş beytte? Dedi ki, biz endi Ukrayna Rusya uruşuga okşaydigan bir uruşning Asya Tinch okean rayonida o'tirg'i chiqishiga yo'l qo'ymaymiz. Yuz berishiga yo'l qo'ymaymiz. Shunga Mashinro Efendi Korladagi harbiy bazaga azroq bering. Mashinro Efendi saqchilarga azroq yel bering. Yana basturimiz, siyosetimiz o'zgarmaydi deydigan bu konu muqamga Erxuni çelivermen deymen Mashinro Efendi. Erxunun ovoz chiqadigan yok. Ben tünügün dedim, Amerika Qo'shma Shtatları siyaset belgileyotidi. Agishmang Mashinro Efendi, maslashib men Mashinro Efendi. Vaziyat mushak keldi o. Ben ya shuni tünügün ta'kidladim ki, nima deb ta'kidladim? Guangzhouga tushdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti valisi Michel Bachelet. Pozitsiya o'zgardi. Siyaset meydanı o'zgardi. Guangzhou'dan başka Jungo'nun her kandak yeriga bormaydi. Fakat bir ötkel, bir ötkinchi yol. Şu yol orqali Urumchiga, Qashqarga tekshirishga bordi. Zaruriy shartlar bo'yicha tekshirdi. Obyektiv avvallar bo'yicha tekshirdi. Tuniga shundoq deyildi-ku. Net Price Davlat Mahkamasining bayonotchisining bayonoti shundoq chiqdi. Shundoq bordi. Şu Mashinro Efendi zamanni, vaqtni, bu yerdagi vaqt o'xshashligi, boshda aytdik-ku, vaqt jiddiyligi, vaqt ta'xirsizligi bu ajoyib ishchi bu Mashinro Efendi. 23-kuni Prezident Joe Biden Tokyoga keldi. 23-kuni Michel Bachelet xonim Guangzhouga tushdi. Mushu 2 kun, mushu 3 kun. Asya'da nima ishlar yuz berdi? Masalan, 4 davlat bankisi yig'ini. İqtisod qurilma Osiyo iqtisod qurilma ramkasi qurib chiqish Tokyoda. Bu bir ish. Endi Koreyadagi ish tamam bo'ldi. Koreyadagi ish g'albilik tamomlandi. Boshqa so'zlab bo'ldik. Endilikda Uyg'uriston masalasining, kishilik huquq masalasining, soykırım meselesinin ve Uygurluğa qaratgan Xitayning umumiyüzlük millet süptini yo'qotish ve bastırış meselesinin hazır Amerika Qo'shma Shtatlari belgilagan Hindi Tinch okean stratejiyasining bir qismiga, siyasetning bir qismiga, yani ko'ngil bo'lishning bir qismiga aylanganligini vatandoshim mana shu 2 kundan birga leksiyamizdan ko'rib olam vatandosh. Mashinro Efendi, men tuniga nima dedim? Biz sizlarga endi chaqchaq qiladigan davrdan olqib ketdik. Uyg'urlar sizlarga Mashinro Efendi, Uyg'urlar sizlarga chaqchaq qilayotgan yo'q, endi olqib ketdik. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo strategiyasi, ya'ni Hindi Tinch okean strategik siyosati allaqachon oshkor bo'lib, aniqlashib, texmi oydinlashgan oldi sizlarning oldinglar qo'yildi. Men bir hafta burun so'zlaganliksiyam. Prezident Joe Biden'ın alaydıligi Asya siyasetini aydınlaştırış. Endi hazır bir sözlügelliksiyemiz nim dedik? Bütün Avrupa, Amerika Qo'shma Shtatlarının etrafıga uyuştu.
Bugün Asya çö, Şarkı Janubi Asya avval, onun keyinden azı Şimali, Şarkı Şimali Asya, Yaponiya, Koriya, yani Amerika Qo'shma Shtatlarning etrafı uyuşup geldi. Yığın çaklığında Yavro Asiyani Prezident Joe Biden bir yarım yıl içinde, en kem aytqanda yarım yıl içinde ittifaqlaştırıp boldu. Cungu Kompartiyasi hükümranlığındaki Cungu hükümetini bütünley yetim kaldırdı. Gap endi bundan keyingi siyasetler nime? Qanday konkretleşidi? Mesela Tayvan meselesi de qanday konkretleşidi? Uyg'uriston meselesi de qanday konkretleşidi? Mesela mana müşyege yetip geldi. Hürmetlik vatandaşı, Uyg'urum.